2 qavatlik 6 sotixdan iborat bo'lgan shunaqa yevro ta'mirga ega hovlimiz sotuvga qo'yilibdi. Shahar markazidan shahar propiskasi beriladigan xonadon. Bu demak ichki supa qismi hovlimizda to'liq bruschatka bo'lgan, patolog qismlariga tunukafondan hamda devor qismlariga tunukafondan chiroyli ishlovlar berilgan. Hovlimiz to'liq pishgan g'ishtdan qurilgan. Sizlarga ichki supa qismlarini, xonalar remontini ko'rsatib, oxirida manzilini aytib o'tamiz. Demak, darvozadan to'g'ri kirib kelganimizda bruschatka yo'lak bo'ylab biza mana shunaqa ekzotiskiy joyda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tibor beringlar, qanaqa did bilan qilingan, hammasi dizaynerlarning dizayni asosida remontlari qilingan. Inson mazza qilib dam olishi uchun. Mana shunaqa o'zini dam oladigan zonasi hamda basseynlari mavjud. Ushbu basseynga siz bemalol suvni to'ldirib, oila davrasida mazza qilib hordiq chiqarsangiz bo'ladi. Hamda mana bu tarafimizda bizani mangal qismimiz bor. Letniy kuxnya deydi. Bemalol qozon o'choq qilib ovqatlarni pishirib, oila davrasida ushbu joyimizda, makonimizda dam olsalaringiz bo'ladi. Hovlimizda ikkita kirish qismi mavjud. Orqa tarafdan ham old tarafdan ham kirsalaringiz bo'ladi. Demak, hovlimizning birinchi qavati to'liq teplый pol bo'lgan. Sizlarga hozir ichki remont holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Videoni diqqat bilan ko'ringlar, chunki uyimizda jihoz juda ham ko'p. To'g'rimizda asosiy eshikdan zinamiz joylashgan, ikkinchi qavatga ko'tariladigan hamda o'ng tarafimizda oshxona, bu to'g'rimizda kattagina zal qismi. Orqamizda bo'lsa, umumiy kattagina sanuzul yuvinish xonasi hamda kladovoy qismi mavjud. Oshxona qismidan ko'rib chiqamiz. Birinchi qavatimiz egalarining aytishlari bo'yicha to'liq teplый pol bo'lgan. Pastlarimiz parket, chiroyli qimmat parketlar ishlatilgan, laklangan hamda chiroyli garnituralar o'rnatib qo'yilgan. Uyimiz kirib yashash uchun tayyor holatda. Oshxona menimcha luboy ayolga yoqsa kerak. Chiroyli ovqatlanadigan zona, konditsioner, Wi-Fi, mini televizor hamda italyanskiy xolodilniklar va mana bu tarafimizda katta Samsung televizorlar ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Bu tarafimizda demak kladovoy qismi hamda umumiy yuvinish xonasini ko'rib chiqasizlar. Sizlarga video davomida remontlarini holatini ko'rsatib o'tamiz. Biz endi katta zal qismini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Katta zal qismida mehki mebel qo'yilgan, oilaviy o'tirib dam olib, mana shu komfortli zona qilib qo'yganlar egalari. Hamda mana bu katta televizorimiz o'rnatilgan. Bu sovg'a deb aytibdilar, yana ham egalari bilan gaplashasizlar. Qolgan barcha jihozlar qoladi. Supa qismiga chiqadigan mana bu chiroyli akva eshiklar qilib qo'yilgan, hamda akvadan chiqqanda chap tomonda biz video davomida sizlarga qo'yib ketamiz. Yana bitta xonamiz, kattagina xonamiz mavjud. Jami birinchi qavatda demak ikkita xona bor. Endi biz ikkinchi qavatga ko'tarilib sizlarga qolgan xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Ushbu xonadonimizda jami ikkita detskiy bor. Barchamizga, farzandlarimizga mana shunaqa chiroyli sharoitlar qilib berish nasib qilsin. Birinchi detskiydan boshlaymiz. Ko'proq o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan ekan. Yotoq divanlari, mebellari qo'yilgan barcha sharoitlarga ega. Polniy parket bo'lgan ikkinchi qavatimiz ham. Demak, ikkinchisi qizlarga mo'ljallangan ko'proq aboylari, mebellari qizlarga mo'ljallangan. Hamma xonamizda e'tibor beringlar, deraza romlari o'rnatilgan, ya'ni havo bemalol o'tib qaytadi. Demak, bu ikkinchi detskimiz hisoblanadi. Hamda zinadan to'g'ri chiqqanlaringizda umumiy yana bitta yuvinish xonasi, sanuzulimiz mavjud, vanna xona qilib qo'yganlar, arizonlari, o'zi mana bunaqa shkafchiklari o'rnatib qo'yilgan, kafil bo'lgan. Har bitta derazani yonida 15-20 santimetrda teplый pol bo'lgan derazaning yonlari. Bu o'sha bolalarning salomatligi uchun o'ylangan narsa, chunki oynadan sovuq o'tadi degan o'y fikr bilan demak uyimiz egalari har bitta derazani 10-15 santimetr, 20 santimetr yon tarafiga teplый pol qilib ketganlar. Demak, yotoqxona qismi, kattalar yotoqxonasi hamma kerakli jihozlar bilan ta'minlangan, trenajyor, mana bunaqa mebellar qo'yilgan hamda katta televizor ham o'rnatib qo'yilgan. Uyimizning burchagida isitish tizimidan tashqari yana konditsioner ham o'rnatib qo'yilgan ekan. Ana endi sizlarga ushbu hovlimizda manzilni aytib o'tamiz. Hovlimiz shaharning yonida joylashgan, shahar hududi hisoblanadi hamda shahar propiskasi 20-maktabimizning yonida joylashgan 6 sotix maydonga qurilgan. Remontini o'zlaringiz ko'rdingizlar, baho berasizlar. Egalar tomonidan ushbu darvoza hamda kirish eshiklari to'liq almashtirib beriladi, buyurtma berilgan. Hamda e'tibor qaratish kerak bo'lgan joyi mana bu toshimiz hisoblanadi, devorga ishlov berilgan. Bu granitdan ham qimmatroq turar ekan. Men nomini bilmayman, lekin egalari buyurtma asosida keltirib, demak, qildirganlar ustalarimizga. Ushbu hovlimizning narxi 220 ming dollarga baholandi egalar tomonidan. Albatta kelib ko'rib, ustida savdolashsalaringiz o'tib beriladigan joyi bor. Tezda kim qiziqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotlarni olib, kelib ko'rib, baraka qilishlaringiz mumkin. Yaxshi xonadonlarni o'tkazib o'rmaslik uchun e'lonlarni Navoiy Baraka kanaliga obuna bo'ling.